Assalomu alaykum qarindoshlar. Men bugun sizlarga bir Qur'oni Karim tafsirini tavsiya qilmoqchi. Bu tafsirning ismi Tafsirul Muyassar. Yani osonlashtirilgan tafsir degan ma'noda. Bu tafsir 70-80 ga yaqin islom dunyosidagi nufuzli ulamolar birlashib turib tafsir qilgan. Buning uyg'urcha tarjimasini biz Muhammad Yusuf Qarim ustozimizdan aytdi. Güzel tarjima qilib chiqqan. Bu uyg'urcha nashr qilingan xil oldu. Endi bu tafsirning alohidligi shu. Oyatlarning ma'nosini aytib yig'inchoq, ixcham, aks ettirilishga zo'r darajada tirishilgan. Endi hozirgacha uyg'urcha bir qancha tafsir chiqdi. Mesela İbn Kesirning tafsiri chiqdi, Zarif Harajimning tafsiri yaqin nashr qilindi. Ondan boshqa Qur'oni Karimning mening bilishimcha 3 xil qisqa tarjimasi bor. Endi bu tafsir o'zi uzun emas. Masalan, vaqtini az aldirash qarindoshlarimizni o'qib chiqishi oson. Çünkü hazır biz nurgun tefsirde uzun bo'lganligi uchun uni o'qishga vaqt yetmayapti. Shundaqli tushunishda texnik cho'nqurroq tushungimiz bor. Mana mushu nuqtadan aytganda bu tefsir bizning mushjatga ehtiyojimizni yaxshi qondirdi deb o'ylayman. Hammalarga rahmat, Allohga emanet.